Eron bilan bog'liq deb ishoniladigan Handala hakerlar guruhi o'zining egallab olingan Falastin hududlaridagi hamkorlari tomonidan olingan maxfiy video lavhalarini e'lon qildi va quyidagi bayonotni ulashdi. Egallangan Falastin hududlarining ko'plab yahudiy aholisi Handala jamoasi bilan yaqindan hamkorlik qilib kelishmoqda. Ushbu shaxslar ishtirokida ko'plab operatsiyalar amalga oshirildi. Ularning shaxsga doir ma'lumotlari xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor qilinmaydi. Siz hozir ko'rayotgan video tasvirlar Handala agentlari tomonidan Mosadning maxfiy shtab-kvartirasi, Isroil havo kuchlari uchuvchilarining, Mosaddagi Eronga bog'liq ishlarni olib boruvchi boshqarma boshliqlarining, yuqori lavozimli amaldorlarning hamda Shin Bet terrorizmga qarshi kurash boshqaruvchilarining uylari hisoblanadi. Shuningdek, yuqori lavozimli xavfsizlik va harbiy dengiz kuchlari amaldorlarining havodan suratga olingan kundalik harakatlari tasvirlangan video lavhalardir. Bu tasvirlar Handala guruhining masshtabi va razvedka imkoniyatlari qanchalik keng ekanligini ko'rsatgan holda kichik bir qismini namoyish etadi xolos, deb o'z bayonotiga yakun yasagan. Eslatib o'taman, bayonotni va tarqalgan video tasvirlarini mustaqil tasdiqlashning imkoni yo'q.